Bitta Threads video tayyorlash uchun o'rtacha qancha vaqtim ketadi? Hozir ko'rib chiqamiz. Ayni paytda yaxshi gapirolmayapman, chunki og'zimda yetarlicha muammolarim bor. Shuning uchun og'riqni qo'yish uchun lidokaindan foydalanaman. Bu ma'lum vaqt davomida og'izni karaxt holatga kelgizib qo'yadi va shuning hisobiga og'riq yo'qoladi. Soatga ahamiyat beramiz. 9 dan 3 daqiqa o'tibdi. Va hozir biz mana shu joylarga ovoz berib chiqishimiz kerak. Og'zimizni biroz qizdirib olamiz. Men siz bilan bir necha masalada mashmashalashmoqchiman. Mashmashalashmasangiz ham mashmashalashaman, mashmashalashsangiz ham mashmashalashaman. Gidroelektromexanizatsiyalashtirilayotganligidan dedi. Yo. Endi ovoz yozishga o'tamiz. Professional ovoz yozish dasturi. Shu dasturni Telegram kanalimga tekinga tashlab qo'ysammikan? Osonlicha ketish yo'q. Endigina o'z baxtimni topdim-ku axir. Bo'ldi sinem, mujikka mujikman. Karatega boraman, asabiylashtirmang. Endi ovozlarni tozalab chiqamiz. Bum! Sezilarli darajada ovoz tozalandi. Endi ovozlarni kerakli joyiga qo'yib chiqamiz. Bu ham yaxshigina vaqt oladi. Ovozlarni joy-joyiga qo'yib chiqdim. Detski bo'lmanglar bolalar. Bular gapiryaptimi? Endi animatsiya qilib chiqamiz. Mana animatsiya bo'ldi. Detski bo'lmanglar bolalar. O'zi 2017 endigina tuxumdan chiqqan qiz bo'lsangiz. Bular gapiryaptimi? Endi bularga sound effektlar qo'shib chiqamiz. Mana sound effektlar ham ancha ochadi videoni. Detski bo'lmanglar bolalar. O'zi 2017. Sezyapsizlarmi? O'tishi ham juda ancha videoga ko'rk qo'shadi. Endi videoga atmosfera berish uchun musiqa qo'shamiz. Qaranglar qanchalik videoni ochdi. Detski bo'lmanglar bolalar. O'zi 2017 endigina tuxumdan chiqqan qiz bo'lsangiz. Bular gapiryaptimi? Va nihoyat tayyor bo'ldi va ko'rishingiz mumkin. 6-daqiqadan boshlab 650 soniyagacha, ya'ni 50 soniyalik videoni montajga bizda 1 soatdan ko'proq vaqt ketdi. Mana shu Telegram kanalimga xuddi hozir montaj qilgan videomni tashlab qo'yaman, agar qiziqib turganlar bo'lsa. Agar kutaman desalaring, oz muddatdan keyin YouTube'da ham chiqadi. YouTube'dan ko'rsalaring ham bo'ladi.